ilm-fan doimo bir xil bo'lmagan. Shunday fanlar borki, ular inson tafakkurini o'zgartiradi. Kvant dunyosining sirlaridan tortib, hayotni sun'iy tarzda yaratishgacha. Bugun siz bilan dunyoda ko'pchilik bilmaydigan, ammo uni o'zgartirayotgan 3 ta fan haqida gaplashamiz. Va bu qiziq fakt kanali. Qulayroq o'tirib oling va bu antiqa fanlar haqidagi videoning ikkinchi qismi. Etnografiya. Yunoncha ethnos hayot, grafein yozish, tasvirlash degan ma'nolardan kelib chiqqan. Etnografiya xalqlar va etnik guruhlarning urf-odatlari, turmush tarzi, marosimlari, e'tiqodlarini o'rganadigan fan. Bu soha mutaxassislarini etnograflar deb atashadi. Etnograflar odamlar orasida yashab, ularning hayotini kuzatadi, suhbatlashadi va an'analarni o'rganadi. Chunki ayrim urf-odatlar vaqt o'tishi bilan eskirishi va yo'qolishi mumkin. Xuddi Misr fir'avnlari mumiolangan kabi. Etnografiya arxeologiyadan farq qiladi. Arxeologiya yer ostidan topilgan buyumlar, qazishmalarni o'rganadi. Etnografiya esa tirik madaniyatni, hozir ham yashab kelayotgan odatlarni tahlil qiladi. Ammo bu ikki fan bir-birini to'ldiradi, doim. Masalan, arxeologlar qazishma vaqtida qandaydir idish yoki buyum topganda, uning o'sha vaqtda qanday ijtimoiy ahamiyatga ega ekanligini aynan hozirgi odatlar orqali aniqlanadi. Lekin bunday qiziq holatlar ham uchratiladi. Yangi topilgan buyumlarning yoshini, qanday yasatilganini arxeologlar aniqlashi mumkin. Lekin ba'zida topilmalar o'sha davr madaniyati uchun butunlay zamonaviy ko'rinishda va begona ko'rinishda bo'lishi mumkin. Siz hozir Misrning Abydos shahrida topilgan ierogliflarni ko'rmoqdasiz. Har qanday bugungi odam ularda nima tasvirlanganini taxmin qila oladi. Ularning yoshi 3300 dan oshadi. Qadimgi Misrliklar albatta samolyot, tank kabi jismlar yaratishmagan. Ammo aslida qadimgi Misrliklar aynan shunday narsalarni yaratgan deydigan arxeologlar ham topiladi. Buni tushunish mumkinmi? Aslida esa bir tushuncha bor. Inson noma'lum narsani o'z madaniyatiga moslab tushuntiradi. Biz 21-asr odammiz va u rasmda nimalarligini o'zimizcha taxmin qilamiz. Ilmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu bir-birini ustiga qo'yilgan ierogliflar ta'sirida shakllangan. Biz uni samolyot yoki vertolyotga o'xshata olamiz, ammo agar o'rta asr odamidan u nima ekanligini so'rasangiz, ularni umuman bilmaydi. Biz noma'lumlikni shunchaki oldik va o'zimiz yaxshi tanigan va madaniyatimizga yaxshi tanish bo'lgan narsa bilan bog'ladik xolos. Bundan esa ko'plab nazariyalar va farazlar paydo bo'ldi. Xulosa qilib aytganda, etnografiya odamlarni emas, odamlar yashayotgan olamni o'rganadigan fan. Kvant fizikasi. Bu fizika olamining eng kichik o'lchamlardagi olamni, ya'ni mikro olamni o'rganadigan fan. Insoniyat yashaydigan olam makro olam. Ya'ni biz ko'rib turgan barcha narsalar aynan shu olamda. Mikro olam esa biz ko'zimiz ko'rmaydigan atomlar, elektronlar, foton, subatom zarralar kabi jismlar harakatda bo'lgan olam. Ikki olam ham o'ziga xos va bir-birini takrorlamaydi. Masalan, makro olamda ish bergan fizika qonunlari mikro olamda ishlamaydi. Buni atomlar misolida ham ko'rish mumkin. Biz bir vaqtda faqatgina o'z joyimizda tura olamiz xolos. Mikro olamda esa har bir jism bir vaqtning o'zida turli xil joylarda mavjud bo'lishi mumkin. Buni tushunish unchalik oson emas. Bu superpozitsiya xossasi deyiladi. Va bu kvant fizikaning ma'lum bir yo'nalishi xolos. Kvant teleportatsiya. Bu bir jismni butunlay boshqa yerga ko'chirish qobiliyati. Xuddi filmlardagidek. Ammo real hayotda faqatgina bu hodisa axborot uchungina mavjud. Ya'ni biz faqatgina axborotni bir joydan boshqa joyga teleportatsiya qila olamiz. Bundan tashqari, bu soha mutaxassislari kvant fizika yordamida kvant kompyuterlar yaratish bilan ham shug'ullanmoqda. Kvant kompyuterlarning oddiy kompyuterlardan farqi shundaki, ular axborotni million barobar tezroq qayta ishlay oladi. Insoniyat uchun ularni yaratish shunchaki kelajak g'oyalar ham emas. Bizning dunyoda ularning soni 100 dan 250 tagacha yetishi mumkin. Qisqacha qilib aytsam, kvant fizika bu
bu inson aqlini lol qiladigan mikro olam sirlarini o'rganadigan fan. Bu fan rivoji haqida siz nima deysiz? Sintetik biologiya. Bu biologiyani muhandislik kabi o'rganib chiqadigan fan. U bir vaqtda biologiya va muhandislikni birlashtirib yangi tizimlar yaratadi. Bunda albatta genetika muhim rol o'ynaydi. Gap shundaki, genetikada odamlar mavjud DNK bilan ishlaydi. Sintetik biologiyada DNK butunlay noldan loyihalanadi. Hujayralar va genlar bu fan uchun detallar bo'lib, organizmlar esa ularni birlashtiradigan mashina sifatida qaraladi. Biz bu fan orqali sun'iy dorilar va vaksinalar yaratdik. Biokimyoviy sensorlar va yangi tozalash tizimlarini ishlab chiqdik. Bundan tashqari biz butunlay yangi biomateriallar ham yarata oldik. Lekin bular hammasi boshlanishi. Hozirgi kunda ba'zi tadqiqotchilar sun'iy hayot shakllarini yaratishga yaqin. Yana biz biodizel yaratish uchun bakteriyalardan ham foydalanishimiz mumkin. Qizig'i shundaki, aksariyat mamlakatlarda ular allaqachon yaratilgan va turli sohalarda ishlatilmoqda. Ekologiya sohasi ham unutib qo'yilayotgani yo'q. Insoniyat hozir shunday turlarni yaratdiki, ularni oddiy odamlar miyasiga ham keltira olmaydi. Hozirgi kunning o'zida kimyoviy moddalarni zararsizlantiruvchi hujayralar, plastikni yemira oladigan mikroorganizmlar yaratilgan. Ular tabiatni tozalovchi tirik tizimlar sifatida ishlaydi. Zamonaviy texnologiyalardan farqli o'laroq ular tabiat uchun xavfsiz, arzon va o'z-o'zini tiklay oladi. Kim bilsin, balki sun'iy yaratilgan hayvonlarni kelajakda tabiatga ham qo'yib yuborarmiz. Sizning fikringiz qanday? Biz kelajakda o'zimiz uchun yangi organizmlar yaratib olishimiz mumkinmi? Bu ishlarning bari oddiy kundalik yumushga aylanadimi? Fikrlaringizni izohlarda kutamiz. Biz bu videoda faqatgina 3 fan orqali ilm fanning qanchalik chuqur va turli yo'llarga ega ekanligini ko'rdik. Ularning hammasini ortida mavhumlik bor. Ilm fan esa aynan ularni yechish bilan shug'ullanmoqda. Buni esa unutmasligimiz kerak. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalga uzoqlashmang. Bu qiziq fakt kanali edi va xayr.